Quvvat olayotganimda meni yostiq ostida qoldirma. Sen mening batareyamni isitib, xavf ostiga qo'yasan. Menga juda ko'p kabellarni tiqishni bas qil. Men juda qizib ketyapman, nagruzkani to'g'ri taqsimla. Iflos bo'lganimizda bizdan foydalanishni bas qil. Oldin bizni tozala. Aks holda qulog'ingda bakterial vechirinka o'tkaziladi. Sen internetni o'ldiryapsan, keyin esa meni ayblayapsan. Shu sassiq naskiylaring orasida bo'g'ilib o'tiribman. Meni o'chirmasdan uxlashni bas qil. Chiroq nuri melatonin gormonini kamaytiradi. Bu esa chuqur uyquni buzadi. Bu qalin paypoqlaringni yechib uxla. Aks holda qon aylanishi buziladi. Uyqu sifati yomonlashadi. Uxlashdan oldin issiq suvda cho'milishni bas qil. Uyqu kechikadi. Organizmdagi harorat pasayishi kerak bo'lgan paytda oshib ketadi va uxlab qolish qiyinlashadi. Meni qisma. Infeksiya tarqaladi va yuzingda iz qolishi mumkin. Nam gilamchani qoldirma, bakteriya yig'iladi. 24 soat ichida mikroblar soni bir necha baravar oshadi. Yetar. Almashtir meni, yo'qsa yuzing ugurlarga to'lib ketadi, keyin afsus qilasan. Agar meni uzoq vaqt ishlatsang, bakteriyalar yig'iladi va infeksiyalar xavfi oshadi.